Nil daryosi, tarixni o'zgartirgan daryo. Nil Afrikaning eng uzun daryosi bo'lib, qadimdan hayot manbai deb ataladi. Uning umumiy uzunligi 6671 kilometrdan oshadi va u Sharqiy Afrikadan boshlanib Sudan hamda Misr hududlaridan oqib O'rta Yer dengiziga quyiladi. Nil daryosining ikki asosiy irmog'i bor. Bular Oq Nil va Ko'k Nil. Bu ikki irmoq Sudan poytaxti Xartumda qo'shilib, Buyuk Nil daryosini hosil qiladi. Qadimgi Misr sivilizatsiyasi aynan Nil bo'yida shakllangan. Chunki har yili daryo toshib, qirg'oqlariga unumdor tuproq keltirgan. Shu sababli misrliklar dehqonchilik, sug'orish tizimlari va shaharlarni aynan Nil atrofida qurganlar. Hatto ularning taqvimi ham Nilning mavsumiy o'zgarishlariga bog'liq bo'lgan. Nil daryosi hozir ham millionlab odamlar uchun suv, elektr energiyasi va transport manbai bo'lib xizmat qiladi. Daryo bo'yidagi hayot bugun ham uning qadimiy ahamiyatini davom ettirmoqda. Nil tarix, tabiat va hayotning ajralmas qismi. E'tiboringiz uchun rahmat.